Xotin, nimang turdimi? Nima? Ha, nimang yoki turdimi deyapman. Ha, Nima tushuntirib gapiring, nimani ma'lum uyda yotibdi-ku nimang. Ana shu turdimi deyapman, ana. O'g'limmi? Ha, ana shu turdimi deyapman. Siz hali uyda yotibdi. Bo'ldi, bor, chaqirib chiq. Hamshanga borish kerak. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Nimangiz yaxshimi? Tushunmadim. Nima mana ishing bor sani? Menga qarang, eringiz yaxshimi deb so'rayaptilar, ibi. Shuni to'rasa bo'ladi-ku. Kim? Nimaga kelanding, Ismat? Shu o'g'lim nimangni ko'rib qolibdi. Bir kayf kelgan, bir bersang shu nimang o'ynasa. Ana. Nimaga kayf ketding? Ha? Ayt. Ana, tarvuz deysiz. Ha, shu ana shu futbol o'ynamoqchi bir. Bachalar bilan. Shunday demaysanmi? Hay, olaversin, o'ynasin. Men to'g'ri gapirsang bo'ladi shuni, Ismat. Endi siz amakini to'g'ri tushunmang. Bilasizki, dadam so'z boylik ekan. Shunga nima deyaveradilar-da. Ha, usti kapak. Ana, hozir xotining ko'rdim, nimasi yomon gap degani? Tushunmadim. Nima deysan sen, Ismat? Sen og'zingga qarab gapir. Menga qarang, darrov xotiningiz dadam murdi, qo'li katta ekan debdilar. Ha, shuni to'g'ri aytsang bo'lmaymi? Mayli, sog' bo'ling, davay. Nima? Xotining ayt. Nimasini yopib qo'ysin. Uydan qaytan hammasi qarab o'tyapti. Nimani? Darvozangizni aytibdilar. Ha, ha, ha. Ha.